Hozir balansimizda 55 ming so'm pul bor. Shuni 2x qilib chiqarib olishim mumkin bemalol. Yoki pulni to'liq 100% aylantirib chiqarib olishingiz mumkin. Bo'ldi, mana 2x bo'ldi. Endi chiqarib olamiz. Mablag' chiqarishga o'tamiz. Bu yerdan qaysi orqali to'ladigan bo'lsangiz, o'sha orqali chiqarib olasiz. Summani kiritamiz, ism, familiyangiz, karta raqam va keyin muddati kiritasiz. Masalan, 28, 05. Shuni to'g'rimi yaxshilab qarangiz, shu joyga muddatiga, karta raqamiga ham to'g'ri qaraysiz. Keyin barchasini kiritib bo'lgandan keyin tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana barchasini kiritib tasdiqlashni bosdim. Talabnoma muvaffaqiyatli yaratildi. OK deb bosamiz. Mana bu joydan ko'rishimiz mumkin. 104 ming mana chiqarishdi. Mana bu soat belgisi yo'qolsa, minus bo'ladi, meni qo'shiladi, tushgani haqida xabar beradi. Telegram kanalimizning manzili video ostida va kommentariyada qoldiraman. Kim hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'yicha qanday savollar bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin. Mana bu yerda kartangiz tushgan haqida uni bildirishnoma ham keladi. Xo'sh, uzog'i 15,5 soatda pul tushadi. Keyin agar telefon raqami ulagansiz, sizga 100% bonus beradi edi o'sha. Agar bonus bergan bo'lsa, mana bu yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Bonuslarni. Keyin bu yerda mana shu gamis o'yinlar o'ynasangiz, mana bu yerda cashback degan narsasi bor. Shuni yoqib qo'yishni maslahat beraman. Masalan, qaysi o'yinda ko'p o'ynasangiz, o'sha o'yinni yoqib qo'ysangiz, sizga cashback beradi. Cashback mana bu yerga yig'ilgandan keyin cashbackni olishni bosasiz, sizga bepul aylantirish beradi mana bu yerda. Bepul aylantirishda 1 yevro mana freebet tushib qolsa, 12 ming, 13 ming so'm beradi. O'yinlarga o'sha o'yinlardan 2x qilib, masalan 3x mana necha x bersa, masalan 25 ming, 100 ming berib olish mumkin. Bir kunda bir marta mana bepul aylantirishingiz mumkin barabanni.